Ey hammaga salom bolalar, sizlar bilan Flex tilasi. Bugungi videoda Juventus bilan Real Madrid o'ynaydi. Ikkinchi qismi, birinchi qismi chiqqan edi. Ketdi boshlaymiz o'yinni. Ketdi kiradi. Casemiro, Rodrigo, Junior, Vini, Kylian Mbappe, Casemiro save qildi Chesney. Chiqib ketdi o'yin chetga. Cross, Kylian Mbappe oldirib qo'ydi. Kylian Mbappe xato tepdi. Xato tepdi. Bola Flex Tillas kanaliga obuna qo'yinglar. Keyingi qismda Barselonani tarkibini tuzaymi? Sariq kartochka oldi Toni Kroos. Yo'q, kechirdi. Prosta aytayapti. Keyingida Alaba sariq kartochka olasan deb. Kylian Mbappe ketyapti. Oldirdi Casemiro. Kylian Mbappe. Mana gol. Kylian Mbappe. Toni Kroos mana Rudiger. Rodrigo, Kylian Mbappe açıp bulmadı. Vini Junior, Vinicius Junior gol vurdu. Gitti 2-0 30. dakika öteyapti. Kylian Mbappe, Vinicius. Gitti. Vallahi videoyu yoqayotgan bo'lsalar bosib qo'yish esdan chiqmasin. Mana Kylian Mbappe ikkinchi golni urdi. Keyingi videolardan nima chiqishini yozib ketinglar bola. Mana boryapti, ochildi. Vini ikkinchi golni urishi mumkin. Yo'q, chiqib ketdi. 41-daqiqa boshlandi. Toni Kroos, Rodrigo xato ketdi. Chesney rejalashtiryapti bir narsalarni. Toni Kroos oldi to'pni. Oldirib qo'ydi. Birinchi time tugadi bola. Ronaldo Juventusda o'ynagan edi. Ronaldo bilan tushib qoldik qizig'i. Lekin Ronaldo haligacha gol urganini ko'rmadim. Matuidi Kroos oldi. Ketdi Kylian Mbappe, Rodrigo. Voy, qish tepdi Rodrigo. Chesney tepadi. Mana Vinicius'dan Kylian Mbappe, Rodrigo ochildi. Mana Rodrigo 4-0 comeback qilib oldi. Real comeback qildi. Mana ketdi yana. Ketyapti. Voy Mayer qildi. Modric oldirib qo'ydi. Chetga teporda 61-daqiqa boshlanyapti. Carvajal, Rudiger, Anton Rudiger, Vinicius Junior, Kylian Mbappe xato tepdi. Shu videoning oxirida match tamom bo'lgandan keyin tarkibni ko'rsataman Realni. 2019-dagi chempionat
nimasi, yani ligadagi yutgan tarkibni ko'rsataman. Chempionlar ligasida kubok yutgan tarkibni ko'rsataman. Benzema ham boz zaxirada turibdi. Casemiro gol urdi hozircha. Hozir yangi trendlarni transfer qilamiz. Trend Alexander-Arnold yoki boshqalarni qilamiz. Save qildi. Chesney save. Cross ko'taradi Toni Kroos qani. Junior oldirib qo'ydi. Varatada Courtois. Hujumda Kylian Mbappe, yonboshda Livada Vinicius, Rovada Rodrigo. G'ibida esa Carvajal turibdi. Mana. Shunaqa qilib birinchi taym tugaydi. Casemiro xato tepdi. Mana o'yin tamom yakunlandi. 5-0 ga yutdik. Mana 5-0 ga yutdik. Mana chiqamizda tarkibni ko'ramiz. Eski tarkib. Radal Junior Rad. Courtois orada Militao, Alaba, Rudiger, Carvajal, Modric, Casemiro, Toni Kroos jarohat olibdi. Tuzatib yubordik. Zaxirada shuncha futbolchilar. Balla videoni shu yerda to'xtatamiz. Sizlar bilan Flex Tillers bo'ldi. Flex Tillers kanaliga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga xayr.